Assalomu alaykum jigarlar. Bugungi videoroligimizda juda ham bir yaxshi taktikani sizlarga tavsiya qilmoqchiman. Albatta ko'rib turganlaringizdek, telefonimning ekranida 14 ta sayt turibdi jigarlar. Bu hammasi sayt. Men prosta saytlarga kirib chiqishim oson bo'lishi uchun ekranga chiqarib olganman do'stlar. Xo'p, endi gapni qisqasi taktikaga o'tamiz. Taktikani hozir men mana bu Tron King saytida ko'rsatib beraman, o'ynab ko'rsataman. Shunga qarab gazni bosaverasizlar jigarlar. Aytib qo'yayliklar. O'tkazib ko'rmangizlar. O'tkazmasdan ozgina vaqtlaringiz ketsa ham o'tkazmasdan ko'ringizlar, tushunib olingizlar, keyin gazini bosingizlar jigarlar. Xo'p, bu saytlarda hammasidan pul chiqarganman jigarlar, hammasi ishonchli. Shuning uchun men 14 ta hammasida ishlayapman. Bu saytlar kimga kerak bo'lsa, hammasini silkasi albatta video ostida kommentariyda ham bo'ladi jigarlar. Xo'p, endi saytga kiramiz. Birinchi o'rinda Tron King sayti bu. Albatta bunda Tron kriptovalyutasini ishlaymiz. Hozirgi kundagi narxi, bitta Tron narxi eng oxiriga tushsak yozib qo'yibdi. Mana bu yerda 0.16 yozib qo'yibdi, lekin xato ko'rsatyapti jigarlar. Hozirgi kundagi bitta Tron narxi так что 23 sentgami tengda jigarlar. Xo'p, endi bu yerda nima qilamiz? Hozir birinchi navbatda men ko'pincha bilasizlar, mana bu Dike o'yinida o'ynardim, lekin hozirda mana ruletka o'yinida o'ynayapman va sizlarga ham mana shu ruletka o'yinida taktikani ko'rsatib bermoqchiman. Xuddi shu meni hozir o'ynagan taktikada o'ynasalaringiz, xudo xolasa albatta plyusda bo'lasizlar. Так что bu kam balans bilan ham o'ynasa bo'ladi bu taktikada, ko'p balans bilan ham o'ynasa bo'ladi jigarlar. Masalan, qarangizlar, hozir hech nima qilmaymiz bu yerda. Просто pastroqqa tushamiz va mana bu yerda summalar ko'rsatilgan jigarlar, e'tibor beringizlar. Agar kimni balansida pul kam bo'lsa, albatta mana bu menikiga o'xshab kamroq bo'lsa, albatta mana bu 100 kni bosib 100 mingdan tikamiz masalanda. Endi hozir qarangizlar, e'tibor bersanglar ham birinchi farqi yo'q, qaysiga tikishimizdan qat'iy nazar farqi yo'q. Masalan, mana bu birinchisiga tikaman, mana unga. Bitta tikdik. E'tibor beringizlar, mana qarangizlar. Mana bu yerda mana qancha tikilgani ko'rsatilgan. Так что mana bu bosamiz endi. O'yinni boshlaymiz. O'yinga e'tibor beramiz, pastga qaraymiz. Mana minus bo'ldi bizda. Minus bo'lgandan keyin biz nima qilamiz? Yana bitta mana bu 100 kni bosib turib, yana bitta tikamiz shuning ustiga. Yana bitta tikdik va pastga qarab turamiz. Yana minus bo'ldi. Har bitta minus bo'lganda bittadan tikamiz. 3 ta minus bo'lguncha bittadan tikamiz. Mana yana ustiga bitta bosib 30 ta tikdik. 0.30 bo'ldi. Так что 3 dan minus jigarlar. 3 ta yutqizdik. Endi ikkitadan bosishni boshlaymiz. Qarab turingizlar. Tak 1 2. Bosamiz, o'ynaymiz. Tak yutqizsak, yana oshiramiz. Endi 3 ta bu safar 100 kni bosamiz. 1 2 3. 3 marta bosdik va yana o'yinni davom ettiramiz. Tak, yana yutqizdik. Ko'ryapsizlarmi? 1 2 3 4 5 ta yutqizish bo'ldi. Tak, endi hozir biz nechta bos? 3 ta bosganmiz, endi 4 marta tikamiz. 1 2 3 4. 4 marta bosdik yana. Hop, shu summa bu yerda 1.20 tikilyapti. Tak, yana minus bo'ldi. Xo'p, mayli. Endi 4 ta tikdikmi, 5 ta tikdikmi hozir? Yana 5 marta bosamiz o'lsin. 1 2 3 4 5. 1.70 tikilyapti. Так что bosamiz. Mana yutdik jigarlar. Biz qanchadir plyusga chiqdik, lekin balansimga qaramabman ekan boshida. Cho'zilib ketdi o'yinim. Bu mayda balanslar uchun-da jigarlar. Agar ko'proq balansda pul bo'lsa, iloji boricha bittadan tikib boshlash kerak o'yinni. Shunda plyus ko'proq bo'ladi. Xo'p, endi bir marta mana bu yerga qarab olamiz do'stlar. Bu yerda 0 dan oldin 5 bo'lgan. O'sha 5 qayerda bo'lgan? Qaysi qatorda? Mana 3 qator turibdi-yu. O'sha 3 qatorda qaysi birida 5 bor? Mana o'rtangi qatorda 5 bor ekan. Demak, biz o'rtangi qatorga tikmaymiz. Albatta mana 100 kni bu chekkaga tikamiz do'stlar. Tak, o'yinni davom ettiramiz xuddi shunday. Yutqizdik. Tak, что yana bir marta tikamiz ustiga. Tak, yutdik jigarlar. Xo'p. Endi bitta orqaga qaytamiz, yana bitta ko'rib olamiz. 8 qaysida? 8 o'rtada ekan, demak bu chekkaga tikamiz endi. Tak, bosamiz. Tak, yutqizdik. Xo'p, ikkita qo'yamiz ustiga. Tak, yutqizdik. Endi 3 ta qo'yamiz. 4 ta, 5 ta bosib yuboramiz. Chunki bir marta ko'p yutqizib oldik biz. Endi shunga qarab yutish ko'proq bo'ladi baribir. Shuning uchun katta-katta tikib olishimiz kerak shu vaqtda. Tak, plyus bo'ldi. 81.5 bo'ldi.
Xo'p, endi общий o'chiramiz. Yana bir balandga qarab olamiz. Tak, 5 17 5. 17 5 17 o'rtada ekan, 5 ham o'rtada ekan jigarlar. Endi demak biz bu chekkaga tikishimiz kerak hozir. Tak, что bu chekkaga men bitta tikaman. Qani nima bo'ladi? Tak, что yutqizdik. Yana bir marta tikaman. 2 marta yutqizdik. Yana bir marta tikaman. 3 marta yutqizsak, keyin ustiga ikkitadan tikishni boshlaymiz. Xo'p. 3 marta yutqizdik. Endi 1 2. 2 marta tikdim ustiga. Tak, что yutdikchigalar mana 84 bo'ldi. Xo'p. Orqaga qaytamiz va yana bitta tekshirib olamiz. Kim qayerda? 35 32. Tekshiramiz. 35 32 qayerda? Yana o'rtada jigarlar. 35 32 o'rtada. Demak biz yana bir bittani bu chekkaga tikamiz. Qani plus bo'ladimi, minus bo'ladimi? Minus bo'ldi. Yana bir marta bosamiz. 3 marta minus bo'lishini kutamiz. Plus bo'lib qoldi bu jigarlar. Yutdik. 85 ta bo'ldi balansimiz. Xo'p, bir amallab hech bo'lmasa 90 taqib qo'yishimiz kerak jigarlar. Xo'p, yana o'chiramiz hammasini. Yana bir tekshirib olamiz. 33 33 qaysi qatorda? Tak, mana bu qatorda 3 bor ekan. 33 ham shu qatorda ekan. Demak biz albatta o'rtaga tikamiz bitta. Xo'p, ketdi. Bu yutdik jigarlar. Sirazi yutdik. 87 yo'q, 43 bo'ldi o'zi. Xo'p, общий o'chiramiz. O'rtaga tushdimi? Endi albatta bu chekkaga yana qaytib tikamiz. Xo'p, yana bu chekkaga bittani tikdik va okeyda bosdik. Tak, biz yutqizdik. Yana bir marta. Albatta 3 marta yutqizishni kutishimiz kerak. 2 marta yutqizdik. 3 marta bosdim. 3-chisini bosdim. Tak, 3 marta yutqizdik. Xo'p. Tak, endi ikkitadan tikamiz. 1 2. Tamam, ketdi. Tak, biz yutdik jigarlar. 90 ta bo'ldi balansimiz. Ko'rib turganingizdek, biz uje 10 tani ishlab tashladik. Video 7 minut davom etgan bo'lsa, 7 minutda 10 ta tron ishladik. Bu yomon emas jigarlar. 10 tasi yetadi, chunki balansimiz kam. Hozir masalan ishlayman desam, shunda shu saytdan chiqaman u, mana Dogeking saytiga kirsam, Dogeking saytida ham xuddi shu. Bunda ham balansim kamroq. Hozir bunda ham 10 ta ishlab qo'ysam bo'laveradi. Bunda ham xuddi shu o'yin bor, ruletka o'yini. Bu pik saytlarda ham, king saytlarda ham hammasida shu ruletka o'yini bor jigarlar. U degani biz pik saytlarda ham, king saytlarda ham hammasida bemalol shu taktikada ishlasak bo'ladi. Taktikani ko'rdingiz qanday ishlashini. Normal. Kimni balansida kam bo'lsa, kam-kamdan tikib o'ynash kerak. Kimni balansida ko'p bo'lsa, ko'proqdan tikib o'ynash kerak. Tak, что kimga taktika foydali bo'lgan bo'lsa jigarlarim, gazini bosib, faqatgina like bilan podpishka qilib qo'yasizlar degan umiddaman. Hammaga omad jigarlar. Xudo xolasa bizni kuzatib tursalaringiz, kanalga obuna bo'lib, Telegram kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatib tursalaringiz tamom jigarlar. Xudo xolasa sizlarga faqatgina zo'r taktikalarni chiqarib turishga harakat qilamiz video qilib. Shunga qarab gazini bosaverasizlar jigarlar. Hammaga omad, sog' bo'linglar.